Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. VPN test kursimizni davom ettiramiz va bugungi darsimizda amaliyot bo'lib o'tadi. Darsni boshlashdan oldin biz o'zimizga kerakli bo'lgan dasturlarni yuklab olishimiz kerak. Birinchi bo'lgan dastur Brute Suite'ni o'rnatib olishimiz kerak. Brute Suite'ning official veb-saytiga kirganimizda biz bu yerdan downloadni bosishimiz kerak. Va bu yerdan bizga ikki xil tanlov bor: Windows RN va Windows 64 uchun. Biz o'zimizga keraklisini o'rnatib olishimiz kerak va biroz kutamiz va bu yuklab olinadi. Mana bizning dasturimiz yuklab olindi. Endi bu dasturni kompyuterimizga o'rnatishimiz kerak. Buning uchun Open File'ni bosishimiz kerak. Bu yerdan Run'ni bosamiz va biroz kutamiz. Next, next o'rnatib bo'lindi. Endi finish tugmasini bosamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin upgrade now, ya'ni bu nima uchun? Brute Suite'ning ikki xil versiyasi mavjud. Birinchisi Pro versiya va ikkinchisi Community Edition. Bu ikkalasining farqi: bittasi zo'rroq va tezroq ishlaydi, bunisi esa sekinroq. Bizga hozircha Community Edition yetib ortadi. Brute Suite'ni o'rnatganingizdan keyin sizda bunaqa oyna ochilmasligi mumkin. Buni qanday qilib to'g'rilab olamiz? Bu yerdan birinchi navbatda X ni bosib, tepanikini yo'qotib olamiz. Keyin o'ng tomondagi Settings faylini ochib olishimiz kerak. Va bu yerdan User Interface bo'limini tanlaymiz. Va Message Editor. Va buni agar sizga kichkinalik qilsa, bu yerdan katta qilib olishingiz kerak. Misol, men 18 ga qo'yib olaman, chunki hamma yozuvlar kattaroq va tushunarliroq ko'rinishi uchun. Displayga o'tamiz va displayda bu yerda yozuvlar, ya'ni tepadagi yozuvlar, menyular va boshqa hammasi kattaligi. Buni ham 17 talarga qo'yib olaman. Bu yerda sizlarda light turadi. Buni dark ga o'tkazsanglar, xuddi shunaqa qora oyna ochiladi. Brute Suite'ni o'rnatib oldik. Endi ishlatishni tushuntirib o'taman. O'ng tomondagi globusni bosishimiz kerak. Va bizga Chrome ga o'xshagan yangi brauzer ochiladi. Bu yerda istagan narsamizni yozishimiz mumkin. Misol Google. Va Brute Suite'ga o'tganimizda proxy qismida va HTTP history'da biz qidirgan narsalar yozib olinadi. Biz ushbu sahifaga kirganimizcha qanaqa requestlar ketdi, qayerga ketdi, hammasi ko'rinadi. Hattoki JavaScript fayllar ham ichida bo'ladi. Bularni qanaqa qilib tozalab yuborishimiz mumkin? O'ng tugmani bosamiz va bu yerdan Clear History o'chirib yuborsak bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz ForceFeature saytidan ro'yxatdan o'tish. Buning uchun Main Account bo'limiga o'tamiz. Mana ForceFeature'ning ro'yxatdan o'tish oynasi ochildi. Menimcha CSS fayllarni yuklolmayapti. Bu yerdan Sign up'ni bosamiz. Va bu yerdan o'zimizga kerakli email, parol va boshqalarni to'ldirsak, emailimizga tasdiqlash uchun kod boradi. Shuni kiritib ro'yxatdan o'tib olsak bo'ladi. Login qilib kirib olishimiz kerak. Akademiya qismiga o'tamiz. Va pastroqqa tushganimizda View all labs, ya'ni xuddi shuni bosishimiz kerak. Biz bu yerdan Information Disclosure zaifligini tanlab olamiz. Ko'rishingiz mumkin, Information Disclosure zaifligi uchun laboratoriyalar chiqqan. Va bu yerdan birinchisini tanlab olamiz. Mana birinchi laboratoriyaga kirdik va bu yerda title berib qo'ygan. Ya'ni Information Disclosure in Error Message. Ya'ni ma'lumotlarni ochiq qolishi xato xabarlarda. Va bu yerda bizga shartini berib qo'yibdi. Ya'ni bu laboratoriyani ishlashimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bu laboratoriyani ishlashimiz uchun biz 3
ya'ni frameworkning versiyasini topib olishimiz kerak. Endi bu yerdan Access Lab'ni bosib, laboratoriyaga kirib olamiz. Laboratoriyaga muvaffaqiyatli kirib oldik va endi pentest qilishni boshlaymiz. Pentest qilishdan oldin veb-saytni avval yaxshilab o'rganishimiz kerak. Ushbu veb-saytda biz nimalar qila olamiz va qanaqa funksiyalar borligini bilib olishimiz kerak. Biz ko'p qidirib o'tirmaymiz, chunki bu yerda shop deb yozib qo'yibdi. Ya'ni bu onlayn do'kon ekan. Va bu yerda har xil produktlar bor ekan. Va birortasiga kirib ko'ramiz. Masalan, birinchisiga. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda produktga oid barcha ma'lumotlar bor ekan va hech qanaqa funksiya yo'q sotib olish uchun. Yaxshilab qaraymiz va boshqalarga ham o'tishimiz mumkin. Sababi, ba'zi bir onlayn do'konlar bor, o'zini produktlari qolmay qolganda sotib olishni o'chirib qo'yishadi. Shuning uchun boshqa produktlarni ko'rishimiz kerak. Va hammasi shunaqa ekan. Endi bu yerda URL ga qarasak va bizda ID turgan ekan. Ushbu ID ni agarda biz birga o'zgartiradigan bo'lsak, birinchi produktimizga qaytdi. Agar 6 qiladigan bo'lsak, yana 6 ga keldi. Xo'p, agarda biz bunga qanaqadir harf, ya'ni yoki istalgan tekstimizni yozishimiz mumkin. Va bizga ko'rishingiz mumkin, qanaqadir xatolik chiqdi. Ushbu xatolik nimaga ekan? Biz integerning o'rniga matn kiritdik. Va oxirida ko'rishimiz mumkin, versiyasi chiqib keldi. Ya'ni 2331. Endi orqaga qaytamiz va bu yerdan Submit Solution ni bosib jo'natishimiz kerak. Va birinchi laboratoriya ishlandi. Endi buni backendini yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Buning uchun men Python dasturlash tilini tanlab oldim. Chunki bu oson va kodlarni ingliz tilini sal bilsalaring, tushunib olishlaring ham mumkin. Xo'p, birinchi navbatda biz qanaqadir o'zgaruvchi yaratishimiz kerak. O'zgaruvchi qanaqa? Nima degani bu? Ya'ni biz qanaqadir qiymatlarni unga saqlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz masalan ismni qanaqadir o'zgaruvchiga saqladik va ushbu ismni 50 ta 60 ta joyiga ishlatmasdan, masalan ismimiz uzun bo'lsa, uni qisqartirib qanaqadir o'zgaruvchiga yozishimiz mumkin. Misol product ID desak va buni qiymatini biz 9999 berdik. Va endi bu qiymatni biz har doim 9999 qilib yozavermaymiz. Ba'zida buni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga o'zgaruvchi kerak. Shunchaki o'zgaruvchimizni chaqirib qo'ysak bo'ldi. Buni saqlab olamiz desktopga va 1.py. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Ko'rishimiz mumkin, bizga natija qaytdi. Veb-saytda qanaqa xatolik yuz berganini Python yordamida ko'rib chiqamiz. Misol, biz product ID ni userdan oldik, ya'ni foydalanuvchidan. Va bu yerda run qilishimiz kerak. Misol, bu yerga biz 5 ni kiritdik va siz ushbu mahsulotni tanladingiz deb 5 ni chiqarib berdi. Xo'p, agarda bunga biz qanaqadir matn kiritsak, nima bo'ladi? Ya'ni boyanigidek qanaqadir xatolik chiqib keldi. Bu xatolikda ham aytmoqda, san integerning o'rniga qanaqadir tekst kiritding. Xo'p, integer nima? Endi shu haqida gaplashamiz. Xo'p, sonlar 2 ga bo'linadi, ya'ni integer va float. Integer qanaqa sonlar? 0, 1,
2, 3, 4, 5, minus 1, minus 5 yoki minus 54. Farqi yo'q. Ya'ni integer faqatgina butun qiymatli sonlar. Xuddi shunaqa. Float esa kasr sonlar. Bunga misol 0,1, 1,2, 3,5 yoki minus 1,4, minus 5,167. Ya'ni kasr sonlar float tipiga kiradi. String nima? String esa bu istalgan turdagi harf yoki belgi. Xohlasak buni ichiga sonlar ham kirib ketishi mumkin. Buning uchun faqat dasturlash tilida buni biz matn deb qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda klaviaturada nimani bosib bo'lsa, hammasi stringga o'tib ketadi. Misol 1, B, S, kichkina s, bunaqa belgilar hammasini biz stringga olishimiz mumkin. Bu yerda endi kodimizni tushunib olishimiz kerak. Biz integer nimaligini bilib oldik. Endi kodni yaxshiroq tushunib olamiz. Biz faqatgina integer tipiga oid bo'lgan ma'lumotni olmoqdamiz. Agar biz kiritayotgan ma'lumot integer tipida bo'lmasa, qanaqadir xatolik chiqaradi. Bunda qiymatni qabul qila olmayman degan xatolik kelib chiqadi. Endi buni qanaqa qilib to'g'rilashimiz kerak? Shunchaki shart berishimiz kerak. Agarda biz kiritgan qiymatimiz integer bo'lmasa, ya'ni teng emas belgisi xuddi shunaqa. Agar integerga teng bo'lmasa, product idimiz qanaqadir xatolik chiqarishimiz kerak. Misol print 400. Agarda product idimiz haqiqiy integer bo'lsa, unda mana bu kodimiz ishlashi kerak. Ushbu kodni mantig'ini tushunib oldingiz va endi qanaqa qilib to'g'ri kodini yozishni ko'rsatib o'taman. Hop, men to'g'ri kodni oldinroq yozib qo'ydim. Faqat shunchaki tushuntirib beraman. Try va accept degan funksiyalar bor. Ular nima qiladi? Try agarda kodimiz to'g'ri ishlasa, biz kiritgan qiymatni chiqarib beradi. Agarda xato kod ishlab qolsa, qanaqadir xatolik chiqdi deb bizga chiqarib beradi. Buni Pythonda o'qiydigan dasturchilar yaxshi biladi. Kodni ishlatib ko'rishimiz mumkin. Biz endi misol 2 ni kiritdik. Bu integer tipida. Shunaqa? To'g'ri. Mana biz integer tipini kiritdik va siz ushbu mahsulot tanladingizda to'g'ri ishlamoqda. Ana endi biz bu yerga qanaqadir matn kiritishimiz mumkin. Va matn kiritganimizda bizga 400 xatolik qaytdi. Chunki bu yerda biz 400 degan xatolikni qo'yib qo'ydik. Backendda xuddi shunaqa ishlamoqda veb saytni. Keyingi laboratoriyamiz Information Disclosure on Debug Page. Ya'ni biz debug page haqida o'tgan darsimizda gaplashib o'tdik va biz bu yerdan secret keyni topishimiz kerak ekan. Shunchaki access labni bosamiz. Vebsayt boyanikidek birga bir shunchaki bu yerda endi qanaqadir xatolik kiritib ko'ramiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda birinchi laboratoriyadagi narsa ishlamadi. Endi qiladigan ishlarimiz shunchaki source kodni ko'rishimiz kerak. Buning uchun o'ng tugmani bosib view page source yoki Ctrl U ni bosishimiz kerak. Endi ushbu kodlarni birin-ketin analiz qilib boramiz. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, bizga qanaqadir kommentariya yozib ketishgan ekan. A tagi nima qiladi? Ya'ni qaranglar. Mana bu yerda home turibdi-yu, mana shu tugmani bosganimizda bizni home page ga otib yuboradi. Ya'ni xuddi shu tugma
A deb nomlanadi, ya'ni HTML da. Biz bu yerda debug degan tugmani bosganimizda bizni HDI bin php.php ga otib yuboradi. Biz ushbu URLni olib ichiga kirib ko'rishimiz mumkin. Va muvaffaqiyatli kirdi. Endi bu nimaligini tushuntirib o'taman. Bu PHP da tayyorlangan debug hisoblanadi. Buni ichida har xil login parollar, secret keylar, database parollari va boshqa ma'lumotlar saqlanadi. Va biz bu yerdan secret keyni qidirishimiz kerak. Buning uchun shunchaki secret key deb qidirsak chiqib keladi. Va bu environment ichida secret key da ekan. Mana ko'rishimiz mumkin. Ushbu qiymatni nusxa olib laboratoriyaga jo'natishimiz mumkin. Source code disclosure via backup files. Backup fayllarni ham gaplashib o'tdik. Endi biz backup fayllarni topishimiz kerak. Endi bu yerni source kodi yoki ID raqamni o'zgartirib qidirib o'tirishimiz shart emas. Chunki tepaniki ikkita laboratoriyada bu narsani qildik. Endi qolganlarida bu narsa takrorlanmaydi. Biz qiladigan ishimiz endi robots.txt degan URL ga kiramiz. Bu URLni o'tgan darsimizda gaplashib o'tdik va ichida backup degan URL bor ekan. Xuddi shunga kiramiz. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, Java da yozilgan backup fayl bor ekan. Ichiga kirib ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, Java da yozilgan kod bor ekan. Bu yerda database ga ulanish funksiyasini ko'rishimiz mumkin va tagroqda qarasak, databasening paroli bor ekan. Submit solution va OK. Authentication bypass via information disclosure. Bu yerda biz admin panelini buzib kirishimiz kerak ekan va bizga kirishimiz uchun login va parol bergan. Va main akkauntga kirishimiz kerak va bizga kerakli login parolni kiritib olamiz. Juda ko'p uchraydigan bizda URLlar mavjud, ya'ni admin yoki admin panel. Xuddi shunaqa URLlar uchraydi. Biz admin deganiga kirib ko'rishimiz kerak. Va ushbu URL mavjud ekan va bu yerda bizga yozib qo'yibdi. Ushbu admin panel faqat local, ya'ni mahalliy foydalanuvchilar uchun ekan. Biz Brooksuite'dan xuddi shu qismni repeaterga jo'natib olamiz. Buning uchun o'ng tugmani bosib, send to repeater yoki Ctrl R ni bosishimiz kerak. Va bu yerdan sendni bossak, bizga 401 xatoligini qaytardi. Xo'p, biz o'tgan darsimizda trace metodini gaplashib o'tdik. Xuddi shu metodni ishlatib ko'rishimiz kerak. Trace metodi ishladi va bu yerda ko'rishimiz mumkin X custom IP authorization va bizning IP manzilimiz bor ekan. Bu yerda qarasak, bizning hech qanaqa IP manzilimiz ketmayapti. Biz ushbu headerni olamiz va bu yerga jo'natamiz. Change request metod yordamida getga qaytadan o'tkazamiz va ko'rishimiz mumkin, hali ham 401. Bu yerda qarashimiz mumkin, bu yerda local users bizga hint, ya'ni bizga yordam. Siz 127.0.0.1 ni hech kimga tashlay olmaysiz. Agar shu IP adresini siz ularga jo'natsangiz, o'zlarini kompyuterlaridagi IP adres bo'ladi u. Bu har bitta kompyuterning o'zida mavjud. Local host deb ataladi. Va biz bu yerga 127.0.0.1 yozishimiz kifoya va jo'natamiz. Va ko'rishimiz mumkin, bizga 200 OK natija qaytdi. Va bu yerda renderni bosib, qanaqa javoblar kelganini ko'rishimiz mumkin va admin panelga kirgan ekan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin admin panel, main account va home. Va bu yerda ikki xil user mavjud ekan. Va biz bu yerdan Carlosni o'chirib tashlashimiz kerak. Endi sal pastroqqa tushganimizda
Carlos degan yozuv va delete degan tugmani bossak, bizni ushbu URL ga uzatib yuborar ekan. Shunchaki bu URL ni olib, endi bu yerga qo'ysak kifoya. Va 302 found. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizni laboratoriyamiz muvaffaqiyatli bajarildi. Bizga kerakli narsa Git. Ushbu dasturni yuklab olishimiz kerak. Buning uchun shunchaki Git deb qidirsak bo'ldi. Gitni yuklab olish uchun bu yerdan installni bosishimiz kerak. Biroz kutamiz va Git yuklandi. Gitni yuklashda biroz muammo bo'ldi. Internet bilan juda sekin yukladi. Shuning uchun Kali Linuxni ishlatishga qaror qildim. Kali Linuxni o'zida Python va Git o'zi o'rnatilgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda biz desktopga o'tishimiz kerak. Va biz Python 3-VNV yordamida virtual muhit yaratib olishimiz kerak. Va ushbu virtual muhitga kirib olishimiz kerak va kirib olganimizdan keyin pip install git dumper ni yuklab olamiz. Git dumper bizga gitlarni yuklab olishga yordam beradi. Va endi git dumper va bizni asosiy sahifamiz va orqasidan .git deb yozishimiz kerak. Chunki git fayllar xuddi shunaqa saqlanadi veb-saytlarda. Va biz bu yerga qanaqadir papkani nomini yozishimiz kerak. Va ushbu papkani ichiga gitni ichidagi hamma narsani yuklab beradi. Hop, mana biz kirib oldik. Endi bu yerga git log online deb yozishimiz kerak. Bu bizga barcha commitlarni ko'rsatib beradi. Commit bu har bitta o'zgartirilgan kodni ID raqamlarini bizga chiqarib beradi. Va biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, birinchi commitda remove admin password from config deb yozilgan ekan. Ya'ni bu yerda birinchi kodimizda qanaqadir admin parollari sozlamalar papkasidan yoki fayldan o'chirib yuborilgan ekan. Endi buni ko'rishimiz uchun git show va ushbu ID raqamni yozishimiz kerak. Va ko'rishimiz mumkin, ushbu commitni tarixini ko'rdik. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, qizilda bu kod bor, yashilda esa o'zgartirilgan. Ya'ni yashilida, ya'ni keyingi kodimiz hisoblanadi. Buni parolini env faylga saqlagan va admin passwordni chaqirib olgan. Va biz bu yerdan parolni ko'rishimiz mumkin va buni nusxalab olamiz. Veb-saytimizga qaytamiz va bu yerdan main account bo'limiga o'tamiz. Va bu yerda bizda administratorning parolini top deb yozgan edi. Va bu yerga biz administratorni yozishimiz kerak username'ga va parolni ishlatib ko'ramiz. Va ana endi admin panelga o'tishimiz kerak. Va bu yerdan biz Carlos degan yuzerni o'chirib yuborsak, ushbu laboratoriyamiz muvaffaqiyatli bajarildi. Bugungi darsimiz tamom. Agarda savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat.